kerak bo'lsa. Bitta joy qidirib. Shunga ovqat qilamiz endi. O'zi baliq tutib, baliqni olib kelib ovqatga solmoqchi edim. Hop, gazni yoqamiz. Tagiga tashish kerak. Mana keyin baliq tutyapti ekan. Qaytamiz endi ovqatga qaraylik. O, qara chiqdi. Assalomu alaykum baliqchi kanali obunachilari. Bugun biz yana baliq oviga keldik. O'tgan safar ishonmadik videoda. O'tgan safar videoga ham kelib ko'ringlar. Ishonmadik. Shunga endi shu yerga tent qilib, shu yerda baliq ovlamoqchimiz. Do'stlar, tent o'rnatib oldik. Qalay, tentni ko'rsataman. Bu yer ancha katta ekan, sal xavfliroq ekan bu yoqqa o'tish. Yon boshga o'tib ko'rsataman. Baliqni mana shu yerda ovlaymiz. Hao. Kerak bo'lsa. Hozirgina astarlaymiz. Ovqat qilmoqchiman, qornim ochib ketdi. Kech qolib ketdim joy qidirib. Shunga ovqat qilamiz endi. Birinchi bo'lib gazni yoqib, guruch olib kelganman. Guruch bilan yeydigan ovqat qilamiz. Bugun karischa chamchichiga degan ovqat qilamiz. Eng yaxshi ko'rgan ovqatim. O'zi baliq tutib, baliqni olib kelib ovqatga solmoqchi edim. Kech qolib ketganim uchun yo'ldan maydalangan baliq oldim, tuyna. Hop, gazni yoqamiz. Tagiga tashish kerak. Buncha solamiz. Biz aslida baliq ushlab solmoqchi edim ovqatga, kech qolganim uchun endi mashina ishlatamiz. Bizga kerak bo'lgan narsalar: qalampir, shakar, soya yog'i. 10 minut bitta oradan guruchimiz tayyor bo'ldi. Bo'ldi. Ikkinchi solamiz. Mazasini ko'raylik. Shakar solamiz. Bir qoshiq qalampir. Bir qoshiq, 2 qoshiq soladi qalampir. Soya yog'i. Bor mazasi. Bitta. Endi qo'yamiz. Odamlar sekin kelyapti. Mana keyin baliq tutyapti ekan. Mana yo'l qilib qo'ygan ekan nima yo'qotgan-a? Baliq tushirgan nima demak. Xavfli ekan bu, chirib ketibdi.
qayerda tutsak ekan? Mana shu atrof tutsam ekan. Mana shu ham yaxshi ekan. Mana shu tagi deyman. Qaytamiz endi ovqatga qaraylik. Yo'q bo'lgan ekan bu yerda. Men nariyadan qiynalib yuribman ekan. Baliqchilar qilgan shekilli. Oh, qayerga chiqdi? Ochib qo'yish kerak. Qaynashma qarang. Ichiga nima go'sht bo'lsa olib suvga tashlab qo'yishadi. Videoda ko'rgandim. Sanaqa bor shekilli. Suv kamayapti hozir. Suv ko'payishda tutishni boshlaymiz biz ham. Kimchini olamiz, go'sht ustiga. To'pni yarmini olamiz. Shunday qilib go'sht bilan birga. Bismillahirrohmanirrohim. Qarang, yoqimli taom bo'lsa. Suvdan chiqibdi. Go'sht bilan zo'r ketadi. Do'stlar ovqatlanib baliqni boshlaganimni olaman endi videoni. Do'stlar, hozir joyimni o'zgartirdim. Naryoqda shamol bo'lib ketdi. Qayoqqa o'zgartirdik? Bu naryoqdan ham sayozroq ekan. Shundan shamol orqadan uryapti. Hozir bir karis bilan gaplashsam, kecha 13 gradus bo'ldi havo. Keyin suv sovuq hozir, baliqlar yo'q yurmay joyda turibdi. Baliq chiqmayapti deyapti. Ko'rsatmoqchi bo'ldim. 2-3 safardan beri video olyapman, lekin baliq chiqmayapti. Qo'ya olmayapman ko'p video. Xon baliqni yeyish haqida ham qo'ymoqchi edim, bo'lmayapti. Endi nasib ekanda. Hozircha mana chekada turibdi. Kemalar oldi. Chiqib qolsa nima qilaman? Do'stlar, uji kechikirdi. Qorong'i tushdi. 8 dan 30 soat. Hali ham baliq chiqqani yo'q. Ovqatlandim. Endi chiqayotganga o'xshayapti o'zi. 1-2 marta tortdi-da. Ko'rinyaptimi o'zi?